Assalomu alaykum gruppadoshlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Bitta zo'r shivit o'qishamiz keldi. Oyoqlari uzun it oyoqlarilar. Mana gurutlarni ham ko'rasizlar. Gurutni ham yaxshi zo'r. Mana oldi guruti. Guruti zo'r. Yosh zo'r, juda o'suvchi-da bu. Bu Alloh alam примерно aytaman. Endi odamni bo'yidan baland bo'lib ketadi. Biri olmuş, biri 70lar bo'lib ketadi endi. Hozir mana 6 oylik payti. Mana oyoqlari uzun. Shular ham zo'r narsa. Oqloq tumshoq. Rangi mana. Vobshilar ham zo'r rang. Quyoshga qanday ko'rinyapti, lekin rangi chissamalla. Oqquloq, oq tumshuq. Mana orqachalari ham yomon emas, bir yuragi yo'qotgan molcha. Kim olsa ham baraka topar. Shivitcha. Mana. Puli ham unday qimmat emas. 38, 37 naslli mollar juda qimmat aytaveradi. 35, 36. Kecha bittasi shunday mollar o'zimni oldi 33,5 ga baraka qildi. Unday narsa yo'q aka. Narxi 32 million so'm, kami bor. Aka-ukalar. Ol narxi 32 million so'm kelishamiz akalar. Kim olsa ham baraka topaman. Mol 6 oylik buzov. Bo'ylari endi primer 1.25 dan baland, 1.30 dan sal pastroq. Mana shu mol. Mana akalar.